Assalomu alaykum. Mana bugun qilgan ishlarimiz bu yerga kanalizatsiyaga stayak qo'ydik. Bu yerga installyatsiya bo'ladi. Bu yerga rakovina, bu yerga dushovoy. Tippasi xuddi shunday zirkalniy bo'lyapti. Tippasini pataloyday qildik. Bu yerga polvotlar. Bu yerga ham polvotlar bilan chiqdik. Bu yerga kassoy traynik bilan. Bu yerga polvot, ana shu yerga bitta atvot. Plus radiator ham o'rnatib qo'ydik. Ikkinchi etaj zirkalniy bo'ladi. Mana bu ikkinchi etaj. Endi bu yerga qorong'i. Bu yerga ham installyatsiya bo'ladi. Bu yerga fanoviy truba chiqardik. Bu yerga rakovina. Bu yerga dushovoy. Bu yerga ham bitta o'ntali radiator alyumindan. Ana bugun ishimiz shu. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.